Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz muhtaram muajiratda yashayotgan Sharq Turkistonlik Uyg'ur qarindoshlarim, bugun biz Allohning rahmati bilan juma namozdan keyin yana oldin qaptiga o'xshash qarindoshlarimizning huzuriga bugun so'zlamoqchi bo'lgan temamiz, ya'ni hadis inkorchilarga raddiya va hadis inkorchilarininki qanday insonlar to'g'risida bir oz to'la tushuncha ma'lumot bermoqchi inshaalloh. Yana bizning Robbimiz bo'lgan Alloh subhanahu va taolo payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni butun koinotga, ya'ni payg'ambar qilib evatish bilan birga butun dunyoga rahmat sifati bilan evatgan. Ham Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Faqat biz sen, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallamni olamlarga, ya'ni hozirgi biz yashayotgan koinot olamga rahmat qilish sifatida evatdik deydi. Hamda hozir qaraydigan bo'lsak, qarindoshlar, bizningki jamiyatimizda, ya'ni vatanning ichidagi ahvolni demayman, vatanning sirtidan muhojiratda yashayotgan Uyg'urlar orasida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislarini inkor qildigan, faqat Qur'onni tutib ma'amiz deydigan insonlar yana ochiq oshkor paydo bo'ldi. Bu yana hayron qoldigan ish emas, chunki Muhammad sallallohu alayhi va sallamning davridan keyin bu Qur'onchilar deydi, buni Qur'oniyun deydi arabcha. Bular shu paytda chiqqan. Undan keyin sahobalardan keyin shuna davomlashib kelgan. Hamda bu ta qiyomatgacha shunda ozg'un firqadagi insonlar chiqdi yana. Lekin bularga biz davomli bizningki musulmonlarimizning bo'pmi, yana Uyg'ur xalqimizningki keng ko'lamda bularga ergashmani ezib ketmaslik uchun davomli ogohlantiramiz ham raddiya beramiz. Yuqorida men o'qigan shu oyat va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin degan oyatni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda nozil qilgan. Bu Qur'onchilar, ya'ni hadis inkorchilari nima deydi desanglar, biz faqat Qur'onni bilan tutamiz, chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'onda nima degan bo'lsa, biz shuning bilan ergashamiz. Hadisni e'tirof qilmaymiz, hadisni inkor qilamiz, payg'ambarni tonimaymiz, payg'ambarning deganiga biz ergashmaymiz deydi. Buni bunda holatda ochiq oshkora deydiganlarim bor, ochiq oshkora demasimi, buni boshqa bir nimalar bilan sifat sugab yupitib inkor qildiganlar bor. Chunki biz kalima shahodat keltirgan vaqtimizda la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deymiz. Bir Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad sallallohu alayhi va sallam bo'lsa, u Allohning elchisi deb turib biz iymon etamiz, yana shohidlik keltirib payg'ambarningki Allohning elchisi kelgan. Hamda bu insonlar bizning deydiganimiz, sen Qur'onni tutib mangdigan ishing bo'lsa, nihoyat yaxshi. Ammo sen bu Qur'onni qanday tushunasan? Chunki Alloh uni bevosita payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga o'zininki Jibril farishtasi orqali vahiy qilish orqali tushagan buni. Ham Qur'onni biz Muhammad sallallohu alayhi va sallamninki tili bilan, ya'ni Alloh Jibrilga bu vazifani berishdan birga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Jibril alayhissalom orqali vahiy qilib turib Qur'onni o'rgatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu Qur'onni bizga o'rgatdi. Ya'ni payg'ambar sallamninki tili orqali bizga yetib keldi. Bu yerga kelganda bular turib oladi. Hamda buning qiliqi o'zimizninki nafs xohishidan yoki bo'lmasa unda bir kallamizda o'ylagan narsa uchun gap qilmaymiz. Ya'ni biz bu Qur'onchilarga sen haqiqatan Qur'onni tutib mangdigan ishing bo'lsa, shu biz Qur'ondan dalil beramiz bularga. Ya'ni bular hadisni inkor qildi emasmi? Alloh subhanahu va taolo 28-pora Qur'onningki 59-sura 7-oyatning bir qismida bunday deydi.
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ deydi. Yani bu oyatninki adabiy tarjimasi bo'lsa, qarindoshlar. Allah va Allohning payg'ambari sizlarga nimani ilib kelgan bo'lsa, shuni ilinglar. Allah va Allohning payg'ambari sizlarni nimadan cheklagan bo'lsa, u cheklagan narsadan yininglar deydi. Vattaqulloh. Allohdan qo'rqinglar, Allohga taqvolik qilinglar deydi. Innalloha shadidul iqob. Ya'ni bu degani haqiqatan Allohningki dunyo va oxiratda azobi qattiqdir deydi. Bu Qur'oni Karimda kelgan oyat. Bu Qur'onchilar, ya'ni hadis inkorchilari, biz Qur'onni tutamiz, payg'ambar sollallohu hadislariga ergashmaymiz. U degan bir inson undaq deb payg'ambar sollallohu mazoq qildigan, masxir qildigan bunda bir ishlar bor bularningki. Sening bizningki muborak payg'ambarimizni mazoq qildigan, masxir qildigan hech qanday yo'l yo'q. Biz sizlarga shunda deymizki, sizlar bir ozg'un firqa. Payg'ambar sollallohu shunda hadislari bor. 73 firqadan 72si do'zaxga bo'lib, bir firqa jannatga kirdi. Mushu Qur'onchilar, hadis inkorchilar ashi 73 firqaningki birsi. Ya'ni ozg'un firqalarning birsi. Bularga ergashib bo'lmaydi. Bularning chiroyli gap qilsin, mayli qanday gaplar bilan gaptalliq qilib, bu yerda pardozlasin o'zini, bularningki hech qanday yo'liga biz ergashmaymiz inshaalloh. Bizning yo'limiz ahli sunna val jamoaningki yo'li. Ya'ni ahli sunna val jamoaning yo'li 4. Bu bo'lsa birinchi kalomulloh. Allohning kitobi, ya'ni Qur'on. Ikkinchisi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadis va sunnatlari. Ishboliyatlari. Undan keyin ijmo va qiyos. Jumhur ulamolarningki, mujtahid olimlarningki Qur'on, hadis, sunnatdan olgan hukmlarini qiyos va ijmo. Ahli sunna val jamoaning ahli sunnilarning aqidasi bu 4. Bu narsa yana shu Qur'on, hadis, sunnatni cho'rdigan asosda bo'ladi. Bular qopida bizning ahli sunna val jamoaning aqidasi. Ahli sunna val jamoaning aqidasi bo'lsa, nima uchun sen hadisni inkor qilsan? Biz Qur'onchi deb qopsan. Payg'ambarga ergashmaymiz deysan. Payg'ambarga ergashmasang, sen nurg'un narsani xato qilsa, payg'ambarga ergashish to'g'risida Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo nurg'un oyatlarni nozil qilgan. Masalan, 28-parninki 64-surasi, ya'ni Tag'obunninki 12-oyatida shunda oyat bor. Ya'ni Qur'onda bor mana. Bu mansub bo'lgan yoki amaldan qolgan oyat emas. Bismillahirrohmanirrohim. Sura Tag'obunninki, ya'ni 64-suraninki 12-oyatida Alloh subhanahu va taolo mundaq deydi, ya'ni payg'ambarga ergashish to'g'risida. Ya'ni buni biz hadis inkorchilariga qarshi da'vatimiz. Va ati'ulloha va ati'ur rasul fa in tawallaytum fa innama ala rasulina al-balagul mubin. Ya'ni bu oyatninki tarjimasi bo'lsa, Allohga itoat qilinglar va Allohning payg'ambariga itoat qilinglar. Agar payg'ambarning da'vatidan yuz o'risanglar, payg'ambarga hech qanday ziyon yo'q deydi. Bu payg'ambarga Muhammad sallallohu alayhi vasallamga demoqchi. Hech qanday ziyon yo'q. Faqat va faqat o'zinglarga ziyon bor deydi. Ya'ni biz sizlarga evatgan payg'ambar, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamningki vazifasi bo'lsa, uning biz tushagan vazifa. Haqni da'vat qilish, ya'ni ro'shan narsani tabliq qilish va sizlarga yetkazish deydi Alloh subhanahu va taolo. Bunday oyat ko'p Qur'oni Karimda payg'ambarga itoat qilish to'g'risida. Men hozir vaqt munosabatidan qarindoshlarga 2-3 oyatni misol keltirib so'zlayapman. Shuning uchun hamda bu yerda bizning deydiganimiz qarindoshlar, bu hadis inkorchilari, ya'ni o'zini biz Qur'onchi, ya'ni Qur'oniyun deb atab olganlar ozg'un firqa. Bu faqat hozir Uyg'urlarning ichidan chiqdi ekranda. 3-4 bular kanallarni ichib so'zlayotdi. Bularga ergashgan insonlarmi bor? Shu ergashgan insonlarga deymizki, sizlar ergashayotgan bu insonlar xato yo'lda. Bularning yo'lidan sizlar darhol
qaytmasanglar, qiyomat kuni dunyo va oxiratda qiyomat kuni ham sizlarni qattiq azob kutib oladi. Agar o'zinglarni sizlar biz iymonimizga sodiq, biz mu'min, biz musulmon, biz Alloh va Allohning payg'ambarininki yo'lida mangamiz, dinimizni oliy qilamiz deydigan mushu gapinglarni sizlar rasul bo'lsanglar, hadis inkorchiligini tashlab ahli sunna val jamoaninki aqidasiga qaytinglar. Agar sizlar buningga qaytmasanglar, qiyomat kuni biz shunda va'da beramizki, sizlar qattiq azob uchraysizlar. Buni biz ko'ramiz inshaalloh. Bu dunyo cheklik, muvaqqat, ya'ni vaqtli dunyo. Ishib ketsa 100 yildan ortiq yashayolmaysizlar. Ammo qiyomat kuni sizlarni qattiq azob kutib oladi. Bu bizningki sizlarni ogohlantirishimiz. Demak, muajoratda yashayotgan Sharq Turkistonlik Uyg'ur qarindoshlarim, hadis inkorchilarga bugun deydiganimiz mushunchalik bo'lsin. Buningdan keyin yana boshqa gaplarimiz chiqadi, chunki vaqt munosabati bilan bu yerda biz yana nurg'un misolni olsak vaqtimiz yetishmaydi ekan. Shunga bu bizningki bu temada bugun so'zlagan yana hadis inkorchilarga raddiya va hadis inkorchilarininki zodi kim ekanligi to'g'risida so'zlagan bu leksiya, ya'ni ma'lumot to'g'risida mushunchalik bo'lsin qarindoshlar. Bularga ergishishga bo'lmaydi, chunki bularninki mengayotgan, tutayotgan yo'li bir ozg'unlik yo'li. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana bir shunday mashhur hadisni bayon qilgan, bu Buxoriy bilan Muslimda chiqadi qarindoshlar. Tarakta amrayn, ya'ni men sizlarga ikki narsani tashlab ketdim dedi payg'ambar alayhisalom. Uning birinchisi kalomulloh, ya'ni Allohningki kalom bo'lgan Qur'oni Karim. Uningdan meningki hadislarim, sunnatlarim. Mush ikki narsaga kimki mush ikki narsaga ta qiyomatgacha chin esilsa, bu inson, bu bir guruh, bu bir tashkillangan insonlar qiyomatgacha ozmaysizlar degan hadislar mavjud. Ya'ni Buxoriy, Muslimda 6 parcha hadis kitoblarida chiqadi. Buni o'limalarning nurg'un qatim tushundirgan. Shunchalik darajada ro'shan, aniq, ya'ni clear tushundirgan narsani payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'z vaqtida sahobalarga, undan keyin sahobalardan ta biz hozir eslab kelayotgan salaf solih olimlar, undan keyin mujtahid olimlar, jumhur ulamolar, jumhur olimlar. Endi yana bizning ichimizdan shunday badbaxtlar chiqib, voy biz Qur'ondan boshqani tunimaymiz. Qur'ondan boshqa kitob hammasi angilinmaydi. Andig'i degandek palapatish bir gaplarni qilib xalqimizni ozdiryotdi. Bu ozdirishlar faqat bizning Uyg'ur xalqining ichida emas. Bu arab millatining ichida, undan keyin boshqa turk bo'lgan o'zbek millatining ichida va boshqa tilda so'zlaydigan, ya'ni o'zini musulmon deb atagan millatlarning ichida bor shunday ozg'un firqalar. Shunga bu firqalarga, bu guruhga, bu guruhlarga ergishishga bo'lmaydi. O'zini ahli sunna va jamoaning aqidasi degan insonlarni biz buningdan yenishga, ergashmaslikka chaqiriq qilamiz. Agar bularningki gapi bo'lsa, biz deyishsak bo'ldi. Bularning har bir gapini biz taqab qo'ya olamiz. Bular o'zini biz Qur'onchi va biz Qur'on tutamiz deydi. Sen shu Qur'onni bir oldi bilan tajvidlik, to'g'ri payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga vahiy qilinganda Jibril alayhisalom qanday o'qib bergan, shu holatda hatto Qur'oni Karimda Alloh bayon qilib varattilil Qur'ana tartila degan. Qur'onni, ey payg'ambar, Qur'onni dona chiroyli tartil bilan o'qig'in deb bu yerda payg'ambar sollallohu xitob qilgan oyat bor. Ya sura Muzammilda. Sizlar o'zingizlarni Qur'onchi, biz Qur'ondan boshqa narsaga isilmaymiz deysizlar. Sizlar shu Qur'onni kashf qilib o'rgangan bo'lsanglar, haqiqiy Qur'onchi bo'lsanglar, oldi bilan shu Qur'onni bir tajvidlik pronunciation qoidalari bilan o'lchamlik fluently, ya'ni
İngilizce degan vaqtda. O'lchamlik. Bir o'qib beqinglar boshda. Undan keyin biz sizlarniki yaponlarni bir qaytalanib boqaylik. Sizlar buni qilolmaysizlar. Sizlarning o'qigan Qur'oninglarni ko'rdik. Uyg'urcha o'qiysizlar. Hech qanday bir uningda arab puroq yoki bo'lmasa tajvidning puruqi payg'ambar alayhisalom o'rgatgan ahkamlar, undan keyin Jibril payg'ambar alayhisalom o'qib bergandek unda nimada yo'q. Chunki Qur'on nima payg'ambar alayhisalom shunday hadislarni bayon qilgan. O'zinglarningki nihoyat chiroyli ovozi bilan zinnatlanlar, to'g'ri o'qinglar, tartil bilan o'qinglar, ahkamlar bilan o'qinglar degan hadislar ko'p bu to'g'risida. Agar Qur'onni chiroyli o'qish to'g'risida hadisni keltirsak, bunga biz 5-10 hadisni aytamiz degan. Ammo hozir vaqt munosabatidan muchiq gap qilmaymiz. Bugun bizningki bu hadis inkarchilarga beradigan raddiyamiz bu to'g'risida qarindoshlarimiz yana muhojiratdagi Sharq Turkistonlik Uyg'ur qarindoshlarimizni vaqf qildigan ma'lumotlarimiz mushayichi bo'lsin inshaalloh. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.